ishchilaringizdan kimdir o'g'irlik qilganmi? Qilgan. Qilgan-a? O'sha ishchimni hali ham ishlatolmayman muhim. O'g'ir ishchingizni hali ham ishlatyapsiz. O'sha ishchini ishlab tarbiya qilib, 5 mahal namozga olib kirib qo'ydim shu bola. Yeb qo'yi. Shu bola hozir nima desa bo'ladi? Bir xil bitta o'g'irlik qildi degani bo'ldi, bor yo'qol deb haydab yuborish kerak emas. Unga misol uchun imkon berish kerak deb deb o'ylayman-da. Hozir mendan ketadi, boshqa sexga boradi, yana shu ishini qiladi, u bola uje katta bo'ladi. U maktab paytida kelganda menga kanikul paytida ishlatardim men bu bolani. Keyin bilib qolganmiz, kameralardan ko'rib qolgan, salafalarda olib chiqib ketavergan, uduniy tillarimizni narsalarni olib chiqib ketavergan. Keyin men o'sha mana shunaqa endi ismini aytmayman. Menga qara, noto'g'ri ish qilyapsan. Yo'q, men olmaganman dedi. Menga qara, kamera qo'yib beraman desa, qo'yib bering. Shundan qo'yib bergan aka uzr deb turibdi-da. Qilma bu ishingni, ota-onang ham aytmaydi mayli dedim. Qaytib qilmadim. Keyin qaytib qilmagandan keyin oldim o'zim ishga yana qaytib. Bir haftacha ketdi uyga. Qaytarib oldim keyin ishga oldimda ish jarayonida o'rgatib bordim. Faqat o'sha bolaga e'tibor qilib mehr beraverdingiz. U bola o'zi bizda mutaxassis, zo'r bola bo'lgan hozir. Hozir ham ishlayapti pastda o'zi. Zo'r ishlaydigan, yaxshi bola bo'lgan. Masalan, birovning haqqini umuman mana shu adolat qiladigan bola bo'lib qolganda hozir.